Xalqimiz azaldan go'zallik timsoli bo'lgan mo'tabar onalarimiz, opalarimiz va dilbar qizlarimizga alohida ehtirom ko'rsatib kelgan. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami munosabati bilan mamlakatimizning, xususan viloyatimizning har bir nuqtasida bayram tadbirlari tashkil etilib, ularga barcha ayol qizlar jalb qilinmoqda. Ana shunday tadbir tafsiloti bilan muxbirimiz Yangiqo'rg'on tumani misolida mavzuni davom ettiradi. Ayol muqaddas bir zotdir. Uning bilan olam munavvar, oila, vatan oboddir. Yangilanish, yosharish ayyomi bahor faslining ilk bayrami ham aynan ayol qizlarga atalgani bejiz emas. Biz ayni paytda Yangiqo'rg'on tumanining 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidamiz. Bayram munosabati bilan bu yerda ham ayol borki, olam munavvar deb nomlangan tadbir ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Nafislik, go'zallik bayramini nishonlash uchun bugun bilim dargohiga ustozlar, o'quvchilarning onalari, opa-singillari tashrif buyurishdi. Maktabda esa ularni go'zal muhit, bahoriy kayfiyat va ko'zlarida quvonch porlab turgan o'quvchilar kutib olishdi. Har yilgidek bu yil ham 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayramini katta quvonch bilan o'tkazyapmiz. Bu bayramda maktabimizdagi barcha o'quvchilar jalb etilgan. Bunday tadbirlarda asosiy maqsadimiz o'quvchilarning qalbida, onajonlarimizga, opa-singillarimizga, muallimlarimizga bo'lgan hurmatni, mehr-oqibatni oshirish. O'ylaymizki, bu mehnatlarimiz o'z samarasini topyapti degan umiddaman. Barcha ayollarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Tadbirda ham bahor faslini jozibasidan darak beruvchi, ham bayram shukuhini taqdim etuvchi kuy-qo'shiqlar kuylandi, raqslar ijro etildi. O'quvchilar tomonidan yod olingan o'zbek ayollarini tarannum etuvchi she'rlar esa barchaga birdek manzur keldi. Tadbirda so'zga chiqqanlar hozirda xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar haqida gapirib, bayram bilan qutlashdi. Bugungi tadbirga Yangiqo'rg'on tuman Barkamol avlod bolalar maktabidan mehmon sifatida tashrif buyurdim. Ushbu maktabda tarmoq to'garaklarimiz faoliyatini yo'lga qo'yganmiz. 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlab ajoyib tadbir tashkillangan. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim bu tadbirda ishtirok etganimdan. O'ylaymanki, bu tadbir nafaqat bugungi tadbir ishtirokchilariga, qolaversa butun ayol va singillarimizga manzur keldi. Fursatdan foydalanib, butun O'zbekiston ayollarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Tuman miqyosida har bir sohada yaxshi ko'rsatkichlar ko'rsatib kelayotgan ushbu maktabda 1412 nafar o'quvchilar o'zbek va rus tili sinflarida ta'lim olib kelmoqda. Ular har tomonlama bilimli va yetuk inson sifatida kamal topishlari uchun esa malakali pedagoglar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida ochiq darslar tashkil etilmoqda. Bola deb jonini talashgan onam, dunyo turguncha yonimda turing, boshiga ro'mollar yarashgan onam. Boshimdagi porlagan quyosh, duolari men uchun yo'ldosh, sirlarimga eng yaqin sirdosh, sizni yaxshi ko'raman ona. Hozirda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar xalqimiz, avvalo opa-singillarimiz, munis onaxonlarimiz turmush farovonligini yuksaltirishga qaratilgandir. Zero barkamol avlodni ilmli voyaga yetkazish, oila va mahalladagi ahillik, hamjihatlikni mustahkamlashda xotin-qizlarning o'rni beqiyos. Mazkur tadbir ham ayni shu maqsadlarga qaratildi. Bayram shukuhi viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.